Assalomu alaykum qadrdon muxlis. Yana sizlar bilan Do'ngquvva tahlil kanali va Uzextreme. Bugungi videorolikda Rengade o'lmas darajalarining ikkinchi videosi. Agar birinchi videorolikni ko'rmagan bo'lsangiz, ushbu havola orqali o'tib birinchi videoni tomosha qilishingiz mumkin. Ikkinchi bosqich. Bu bosqichning maqsadi nirvana bo'lib, har bir daraja oshgani sayin tabiat qonunlariga tobora aniqroq ko'rina boshlaydi. Shu sababli ushbu bosqich oxirida 3 ta bosqichga o'tish uchun o'zining Dao mohiyatini shakllantirish ehtimoli juda yuqori bo'ladi. Nirvana kuzatuvchisi. Xitoychada Q-Ni ikkinchi bosqich, birinchi daraja. Bu daraja tabiat qonunlarini anglash yo'liga kirish mumkin bo'ladi. Alohida iste'dodga ega bo'lganlar ushbu darajadayoq makonni bukish qobiliyatiga ega bo'lishlari mumkin. Bu esa ularning haqiqiy teleportatsiya va bo'shliq ichida yashirinish imkoniyatini beradi. Makonni bukish, ruh shakllantirish bosqichida bir zumda harakatdan ham tezroq bo'lgan, yuksalish bosqichida teleportatsiyadan ham ustun bo'lgan bir sehr mavjud bor edi va u bir vaqtning o'zida son sanoqsiz kuchli teleportatsiyalardan foydalanish texnikasi edi. Biroq bu sehr undan ham tezroq. Bu qadimiy yetishtiruvchilar faqatgina o'z manba ruhlarini shakllantirgandan keyin bir marta ishlata oladigan sehr edi. Hozirgi yetishtirish dunyosida esa faqat ikkinchi bosqichdagilar ushbu sehrni nirvana kuzatuvchisi bosqichidayoq ishlata olishadi. Ammo har bir ikkinchi bosqich yetishtiruvchisi uni anglay olmas edi. Hatto nirvana parchalovchilar orasida ham buni qila oladiganlar juda kam. Bu iste'dodga emas, balki insonning manba energiyasini anglash darajasiga bog'liq. Bosqichlar boshlang'ich, o'rta, kechki va cho'qqi bosqichlarga bo'linadi. Nirvana poklovchisi. Xitoychada Jiang Ni ikkinchi bosqich, ikkinchi daraja. Shaxsiy qonunni anglash, ma'lum darajaga yetib borgach, yorib o'tishni amalga oshiradi. Ushbu daraja tabiat qonunlarini boshqarish mumkin bo'ladi. Shuningdek, oddiy saqlash xaltalaridan farqli o'laroq, yetishtiruvchi tomonidan muhrlangan, talon-taroj qilib bo'lmaydigan maxsus makon ochish imkoniyati paydo bo'ladi. Qonunlarni boshqarishdan tashqari, nirvana poklovchisi yetishtiruvchilari yana bir qobiliyatga ega bo'ladi. Dunyodan manba energiyasini ajratib olish. Dunyo manba energiyasini tortib olish imkoniyati tufayli ular manba energiyasini behuda sarflashdan qo'rqishmaydi va istalgan vaqtda sehrdan foydalana olishadi. Bu holat ularni amalda abadiy qiladi, chunki ular doimiy ravishda samo va yer kuchini qarzga olishadi. Qiziqarli ma'lumot sifatida avvalroq shunday deyilgan ediki, nirvana poklovchisi darajasiga yeta olmagan yetishtiruvchilar ushbu bosqichda o'zlarining amaliy o'lmasligi sababli baribir 5 osmon balolariga o'xshash bir falokatga duch kelishadi. Biroq ularning jazosi ancha og'irroq bo'ladi va katta ehtimol bilan ular tirik qolishmaydi. Keyinchalik esa bu tushuncha boshqa tilga olinmagan. Bosqichlar boshlang'ich, o'rta va kechki cho'qqi darajalarga bo'linadi. Nirvana parchalovchisi. Ikkinchi bosqich, uchinchi daraja. Maxsus bosqich, samo balolari. Nirvana parchalovchisi bosqichma-bosqich texnik jihatdan ikkinchi bosqichning cho'qqisi hisoblanadi va samo balolari ham uning bir qismidir. Qonunni to'liq anglab yetgach, yetishtiruvchi nirvana parchalovchisi darajasiga yetadi. Mohiyatan bu bosqichda yetishtiruvchi qonun haqida idroki orqali mohiyatni anglab, uni yetishtira oladi. Bu uchinchi bosqichga o'tish uchun zarur bo'lgan majburiy qadamdir. Mohiyatni to'liq shakllantirgach, buyuk bo'shliq darvozasi chaqirilishi mumkin. Biroq agar amaliyotchi 5-samo balosiga yetmagan bo'lsa, darvozani kuch bilan ochishga majbur bo'ladi. Yetishtiruvchining mohiyat yetishtirish darajasi uning haqiqiy yetishtirish bosqichi bilan bevosita bog'liq. Masalan, Wang Lin abadiy momaqaldiroqni yutib, momaqaldiroq mohiyatini to'liq shakllantirgach, uning momaqaldiroq mohiyati darajasi kechki bosqichdagi nirvana parchalovchisiga teng bo'lgan. Biroq qolgan 4 ta mohiyat hali ham o'rta bosqichda edi. Shu sababli bir mohiyatni chuqur rivojlantirish osonroq bo'lib, ko'plab yillar boshqa mohiyatni yetishtirishga sarflamaslik mumkin. Samo balolari.
5 osmon balosi osmonda qolgan taqdirda foydalanuvchini yanada kuchli qiladigan 5 ta shafqatsiz sinovdir. Ushbu 5 sinov buyuk bo'shliq darvozasini ochib, 3-bosqichga yetish imkoniyatini beradi. 5-baloda yetishtiruvchi mohiyat to'liq bo'lmasa ham, 3-bosqichga rasman yetmagan bo'lsa ham, 3-bosqich sehridan foydalana oladi. Biroq uning hayot kuchini sarflaydi. Shu sababli samo balolari bosqichidagi yetishtiruvchilar ko'pincha o'z yetishtirishini nirvana parchalovchisining cho'qqisida muhrlab, hayot kuchi va quvvatini tejashadi. Mohiyat yetishtiruvchining qonun orqali dunyoni muayyan jihatini anglab, uni egallash amaliyotidir. 5-samo balosidan so'ng 3-bosqichga o'tish uchun kamida bitta mohiyatni anglash zarur bo'ladi. Biroq bir nechta mohiyatni bir vaqtda yetishtirish ham mumkin. Yetishtirish va nirvana parchalovchi darajasini yetishtiruvchi qonun haqida idrok orqali mohiyatni anglab, uni rivojlantira olasiz. Buning uchun ma'lum usuli mavjud. Muhrlangan olam, samoviy sohalar va tashqi olam usullari. Muhrlangan olam yetishtiruvchilari samoviy sohalar yo'liga muqobil ravishda sohani yetishtiradilar. Bu sohalar aslida mohiyatning zaif talqinidir. Uzoq muddatda esa mohiyat shakllantirish uchun ushbu sohani qurbon qilish talab etiladi. Chunki mohiyat dunyo qonuni orqali erishayotgan samoviy kuch. Shunga qaramay, yetishtiruvchi o'sha sohani anglash tajribasini saqlab qoladi va yo'qotgan hamma teng mohiyatni yetishtira oladi. Vangelinga o'xshab, uning hayot va o'lim, karma hamda haqiqiy va soxta sohalari keyinchalik mohiyatlar bilan almashadi. Shu sababli sohalar boshdanoq mohiyatning pastroq darajadagi muqobili hisoblanadi. Samoviy sohalar usuli qonun va mohiyatni bevosita yetishtirishga asoslanadi va 2-bosqichga muqobil yo'l taklif etadi. Tashqi olam yetishtiruvchilar esa ajdod tomonidan qoldirilgan meros orqali yetishtiradilar. Bu yo'l yetishtirishni osonlashtiradi. Biroq kuch shaxsiy idrok orqali emas, hadya sifatida olinadi. Ushbu meros mohiyatga olib kelishi mumkin, ammo bu yo'l yetishtiruvchining salohiyatini cheklab, uni hech qachon ajdodidan oshib ketolmas holatga keltiradi. Yetilish mohiyatning kuchaytirishning eng oson yo'li. Uni qurbongoh alangalari bilan oziqlantirishadi. Biroq alangalar buyuk samoviy olov deb ataladi, chunki ular sekin zahar kabi ta'sir qilib, oxir-oqibat yetishtiruvchiga zarar yetkazadi. Vanglin misolida bo'lgan kabi, qurbongoh alangalaridan umuman foydalanmaslik ham mumkin. Bu holda mohiyatning rivoji faqat shaxsiy idrok va anglashga tayaniladi. Mohiyat yetishtiruvchining 3-bosqichdagi kuchini ham belgilaydi. Masalan, qirg'in mohiyatga ega bo'lgan erta bosqichdagi nirvana bo'shlig'i yetishtiruvchisi kamida erta bosqichdagi ruh bo'shlig'i yetishtiruvchisiga teng kuchga ega bo'ladi. Mohiyat to'liq yakunlanganda mohiyatning haqiqiy tanasi shakllanadi. Bu yetishtiruvchining mohiyatdan tug'ilgan nusxasi yoki avatari hisoblanadi. Bundan ham yuqori darajada mohiyatning haqiqiy samoviy shakli. Bir nechta mohiyat yetishtirish. 2-bosqich yetishtiruvchisi olish mumkin bo'lgan mohiyatlar soniga cheklov yo'q. Biroq bir nechta mohiyatni yetishtirishni rejalashtirganlar uchun qurbongoh alangalaridan foydalanmaslik katta ustunlik beradi. Har bir mohiyat uchun alohida buyuk bo'shliq darvozasini ochish talab etiladi. Bundan tashqari, qurbongoh alangalaridan foydalanmagan yetishtiruvchi har bir mohiyat bilan yetishtirish darajasiga sakrashga erishadi. Bitta mohiyat erta nirvana boshlig'i, 2ta o'rta, 3ta kechki va 4ta nirvana boshlig'ining buyuk doirasi, yana 4-si ruh boshlig'ining buyuk doirasi. 4-mohiyat esa arkan boshlig'ining erta bosqichiga olib chiqadi. Shundan so'ng esa barcha 9 mohiyatni bitta mohiyatga birlashtirib, arkan boshlig'ining buyuk doirasiga erishish lozim. Aksincha, qurbongoh alangalariga tayanadigan yetishtirish qo'shimcha mohiyat olishni qiyinlashtiradi. Hattoki 3-bosqichdan keyin olinadigan mohiyatlarning buyuk bo'shlig'i darvozasini ochishga to'sqinlik qilishi mumkin. Bu esa ko'p mohiyat yetishtirishni mazmunsiz qiladi. Mohiyatlar 3 turga bo'linadi: jismoniy,
Olamda kuzatadigan kuchlarga bog'liq, masalan, olov, suv va shu kabi unsurlarga. Ruhiy bosqich karma kabi ko'zga ko'rinmas tushunchalarga bog'liq hisoblanadi. Maxsus bosqich qirg'in va cheklovlar kabi noyob mohiyatdir. Jismoniy mohiyatni anglash osonroq bo'lib, ularni tegishli hodisaga duch kelish orqali kuchaytirish mumkin. Masalan, Wang Lin qadimiy momaqaldiroqni bevosita yutib, momaqaldiroq mohiyatini to'liq yakunlagan. Ruhiy va maxsus mohiyatlar esa ancha kuchli, ammo yetishtirish qiyin. Shunga qaramay, arkan bo'shlig'iga yetishish uchun kamida bitta ruhiy mohiyatni anglash shart. Olov mohiyatini egallaganlar: Wang Lin, Vermilion qush ilohiy sektasi, hukmdor, yashil buqa, Du Xin. Momaqaldiroq mohiyati esa Wang Lin, sochilgan momaqaldiroq sektasi, iblis Dao ustasi. Muz bolada, suv Wang Linda, yer Du Xin, yashil iblis va Wang Linda, yog'och Wang Linda, metal ham Wang Linda. Maxsus qobiliyatlari esa qirg'in Wang Lin Xinshu, cheklovlar ham Wang Linda, og'irlik Du Xinda. Ruhiy mohiyat: manba hukmdor, hayot va o'lim Wang Linda, karma Wang Linda, haqiqiy va soxta tana Wang Linda, mutloq boshlanish Wang Lin hukmdor, mutloq yakun Wang Lin va hukmdor. Buyuk bo'shliq darvozasi 3-bosqichga olib boruvchi eshik. Bu darvoza mohiyatni to'liq yetishtirgan nirvana parchalovchisi yoki samo balolari bosqichidagi yetishtiruvchi oldida namoyon bo'ladi. Agar 5-samo balosi to'liq yengib o'tilgan bo'lsa, darvoza mahkam yopiq bo'ladi va uni kuch bilan ochish talab etiladi. Bu esa nihoyatda mushkul bo'lib, bitta mohiyat kuchidan ham ortiq quvvatni talab qiladi. Bunga yagona misol Wang Lin bo'lib, u birorta samo balosidan o'tmasdan darvozani ochgan. Situnan ham samoviy imperator Sinlin yordami bilan shunga o'xshash ishni bajargan. Darvoza ochilgach, bo'shliq energiyasi yetishtiruvchiga beradi va uni nirvana bo'shlig'i darajasiga kiritadi. Agar istasa, yetishtiruvchi bu energiyani darhol qabul qilmasligi mumkin. Natijada yanada kuchli darvozalar ketma-ket paydo bo'ladi. Wang Lin bitta mohiyat bilan 3-bosqichga o'tish uchun berilgan bo'shliq energiyasini qabul qilmay, har bir mohiyat uchun bittadan jami 5 ta bo'shliq darvozasini parchalaydi. Agar bu yo'l davom ettirilsa, oxir-oqibat 10,000 suyak buyuk bo'shliq darvozasi paydo bo'ladi. Bu faqat favqulodda iste'dod egalariga namoyon bo'ladigan maxsus darvoza bo'lib, Wang Linga uning 6 va so'nggi qirg'in mohiyati paytida ko'rinadi. Wang Lin har bir keyingi darvozani parchalash bilan nirvana bo'shlig'ida bir nechta bosqichni tashlab o'tgan va oxir-oqibat ruhiy bosqichga o'ta olgan qahramondir. Bosqichlarga keladigan bo'lsak, boshlang'ich qonun egallanishi, o'rta mohiyat rivojlanishi, kechki mohiyat yetilishi, cho'qqi mohiyat to'liq yakunlanishi va 5-bosqich samo balolari. Bu 4 ta bosqich va 5-si hayot kuchi evaziga uning 3-bosqich sehrini qo'llashi mumkin. O'tish darajasi samo balolari 2-bosqich o'tish darajasi. Samo balolari bosqichi texnik jihatdan nirvana parchalovchisi bosqichining har bir qismini bo'lib, buyuk bo'shliq darvozasidan ochish uchun o'tadigan 5 ta singan barmoq sinovini anglatadi. Wang Lin va Situnan misolida ko'ringanidek, agar yetishtiruvchida yetarli kuch bo'lsa, bu bosqichni butunlay o'tkazib yuborib, darvozani kuch bilan ochish ham mumkin. Sabab va oqibatlari: 2-bosqichda yetishtiruvchi samo va yer manba energiyasini hayot kuchiga aylantira oladi. Shu sababli nazariy jihatdan abadiy yashashi mumkin. Biroq samo bunga yo'l qo'ymaydi va bevosita jazo yuboradi. Ushbu darajada 5 ta vayronagarchilik yoki balo bo'lib, har bir balodan o'tilgan yetishtiruvchining kuchi oshadi. Shu bois sinovlar 5 singan barmoq, keyinchalik esa 5 samo balosi deb ataladi. Singan barmoqlar davrida yetishtiruvchilar nazdida 1-bosqich kaftini, 2-bosqich esa kaft chizig'ini ifodalaydi va bu chiziq tabiat qonunidir. Singan barmoqlar esa barmoqni yig'ish bosqichi hisoblanadi. 5-balodan o'tilgach, qo'l to'liq bo'lib, 3-bosqichga eshigini ochish mumkin bo'ladi. 5-samo balosiga yetgan yetishtiruvchilar buyuk bo'shliq darvozasi ular uchun ochiq bo'lgani sababli
o'z hayot kuchlari evaziga 3-bosqich sehrini qo'llay olishadi. Shu sababli ular 3-bosqichdan pastdagi eng kuchli sifatida tan olinishadi. Agar yetishtiruvchi buyuk bo'shliq darvozasini kuch bilan ochish usuliga ega bo'lsa, ushbu bosqichning barchasini butunlay o'tkazib yuborishi mumkin. Sizlar bilan Do'xo tahlil kanali hamda Extreme. Kelgusi videoroliklarda ko'rishguncha xayr salomat bo'ling. Rengade o'lmas animesini esa Banana TV platformasidan tomosha qilishingiz mumkin. Bundan tashqari Banana TV platformasida kino, serial, anime va dramalarni ham topishingiz mumkin. Kelgusi videorolikda ko'rishguncha xayr.